Agar hozir qilayotgan ishingizda, oldin yaxshi edi, hozir klientlar o'zgarib qoldi, hozir ish unchalik yaxshi emas deyotgan fikrlar paydo bo'layotgan bo'lsa, adashgan bo'lasiz. Nimaiki, sizni sohangizda boshqa konkurentlar, yaxshi sotayotgan konkurentlar bor. Va bu nima degani? Bu o'sha yangi bilimni olib, yangilanib turish kerak degani. Mana shu fikr signal bo'ladiki, bizning yangilanish vaqtimiz keldi, yangi o'zgarish vaqtimiz keldi degan signal mana shu fikrdan bilsa bo'ladi. Agar sizning hozirgi ishingizda hozir ish unchalik yaxshi emas, oldin yaxshi edi, klientlar o'zgarib qoldi deyotgan fikr paydo bo'layotgan bo'lsa, adashgan bo'lasiz. Chunki mana shu fikr yangilanish vaqti keldi degan signal beryapti. O'zgarish vaqti keldi degan signal beryapti. Nimaiki, sizning konkurentlaringiz, o'sha sohangizdagi konkurentlaringiz yaxshi sotayotgan konkurent topishni bor. Mana shu fikrni bir o'ylab ko'rib, izlanishni boshlash vaqti keldi deb o'ylayman.